Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Anton Chexov hikoya va qissalari jamlangan mana shu to'plamda bir kichik hikoya o'qib qoldim. Aroqxo'rning hushyor shayton bilan gurungi deb nomlangan. Shu hikoyani bir qisqartirilgan ko'rinishda hozir sizga o'qib bermoqchiman. Harbiy ta'minot boshqarmasining sobiq boshlig'i, iste'fodagi kollejskiy sekretar Laxmatov o'z uyida 16-qadahni ichib yuborgach, birdan lampa shisha ortida shayton paydo bo'ldi. Laxmatov shaytonni ko'rgach, biroz sarosimaga tushdi. Ammo keyin yashil shaytonlar umuman mast kishilarning ko'ziga ko'rinishi odatdagi hol ekanini bilgani uchun tezda o'zini bosdi. Men kim bilan suhbatlashish baxtiga musharraf bo'lyapman? Murojaat etdi u chaqirilmagan mehmonga sinchiklab qarab. Shayton dovdirab qoldi. Sira tortinmang, davom etdi Laxmatov. Beriroq keling. Men bid'atlarga ishonmayman. Men bilan samimiy gurunglashsangiz bo'ladi. Chin ko'ngildan. O'zlari kim bo'ladilar? Shayton hadiksirab Laxmatovning yoniga keldi va dumini ortga tashlab, odob ila ta'zim bajo keltirdi. Men shayton yoki mal'unman, o'zini tanitdi u. Do'zax devonxonasi direktori janob Iblis xizmatida maxsus ishlar bo'yicha xodimman. Eshitganman, bilaman. Benihoya mamnunman. Marhamat, aloqa ichadilarmi? Xursandman. O'zlari nima ish bilan bandlar? Shayton yana battar dovdiradi. Nafslanmirdan aytganda, mening tayinli vazifam yo'q, javob berdi u tomoq qirib. Avvallari chindan ham bizning aniq qilar ishimiz bo'lardi. Biz odamlarni to'g'ri yo'ldan ozdirardik. Ularni ezgulik yo'ldan ozdirib, yomon yo'lga solardik. Endi esa to'siladigan ezgu yo'lning o'zi ham qolmadi. Ustiga ustak odamlar bizdan ham makkorroq bo'lib ketdi. Men sizga 1 so'm o'g'irlashni qanday qilib o'rgatay? Axir siz mensiz ham minglab so'm umarib yotibsiz-ku. Ha, shundaymi? Ammo lekin aniq bir ish bilan shug'ullanarsiz. Bizning avvalgi lavozimlarni hozir faqat eslash mumkin. Ammo har holda nimalardir qilamiz. Kelishgan xonimlarni yo'ldan ozdiramiz. O'smirlarni she'r yozishga qistaymiz. Siyosatga, adabiyotga, ilm-fanga aralashmay qo'yganimizga ancha bo'ldi. Oramizda do'zaxga tushgach, odamga aylanib ketganlar ham bor. Bu shaytonlar iste'foga chiqib, odamga aylanib, boy savdogar xotinlarga uylanib olib, hozir davru-davronni suryapti. Ulardan ayrimlari advokat, boshqalari gazeta chiqaradi. Umuman o'ta ishbilarmon va muhtaram zotlar. Afetasiz, meni qancha maosh olasiz? Ahvol o'sha, javob berdi shayton. Xodimlar jadvali mutlaqo o'zgarmagan. Eski hammom, eski tos. Uyni yoritish va isitish davlat hisobidan. Axir bizga moyani berilmaydi-ku. Chunki shtatdan tashqarida hisobidamiz. Qolaversa, shaytonlik faxriy lavozim. Umuman, ochig'ini aytganda, qayerga borma, tirikchilik og'ir. Odamlarga rahmat. Bizga pora olishni o'rgatishdi. Yo'qsa, allaqachon xonavayron bo'lardik. Mana shunaqa. Tavba.